Uyini hali ham kadastr qildirmagan O'zbekiston fuqarolariga muhim xushxabar tarqaldi. Bu hujjat atiga endi 412 ming so'm bir martalik to'lov miqdori evaziga. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Uyini hali ham kadastr qildirmaganlar uchun muhim yangilik. Yerni o'zboshimchalik bilan qurib olganlar endi uni qonuniylashtirishlari mumkin bo'ladi. 2024-yil 5-avgustda qabul qilingan yangi qonun asosida hujjatsiz yer yoki uyni rasmiylashtirish imkoni yaratildi. Bir martalik to'lov miqdori bazaviy hisoblash miqdorida 412 ming so'm. Toshkent shahrida 5 baravar bazaviy hisoblash miqdori 2 million 60 ming so'm. Nukus va viloyat markazlarida 3 baravar bazaviy hisoblash miqdori, ya'ni 1 million 236 ming so'm. Boshqa shaharlarda 824 ming so'm. Qishloq hududlarida 412 ming so'm. Boshqa hollarda auksion narxi asosida. Quyidagilar imtiyozga ega. Bular birinchi va ikkinchi guruh nogironlari to'lovdan ozod etiladi. Ilgari yer uchun to'lov qilganlar qayta to'lamaydi. Ijtimoiy himoya reyestridagilar 50% chegirma beriladi ularga. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.